Aka-ukalar, ko'ringlar buni. Kut chiqsa o'tirib, o'zi ishlasa qo'yapti. Daqiqa gapirma. Kuti ittamaylik o'yna, bidir qilasanlar. Mana, nima bunda suqmaymizmi? Suquvchi bo'l. Sen uchta darmayatlar, nima qilyapsanlar? Ha, yana nimadir boshlayapsanlarmi yo? Xo'p, qara akam. Ministrlar, sanlar bugunli ish bor, qarorchi. Tushundingmi? Yana ishmi? Har kun ish ekanda, onasingiz odamlar uyiga muncha ish yo'qda, bizlar uyimizga ish faqat. Men ham yashamayman, ketdi va ko'chaga o'taman. Sen ishlamasan, men ham ishlamayman. Ye, sanlar mana shu o'zingni qo'yapsanlar, aka, ha? 2 soat muxlatsanlar, mana shu o'tin chirdakka bo'lsin, qarorchi. Tushundilaringmi? Nima qilamiz? Nima qilamiz? Sen bilan do'stni olib chiqayliklar. Buncha o'tinni qanday olib chiqamiz? Bo'lmasa ko'maylik. Buncha o'tinni qanday ko'mamiz? 7 yildan beri asrab-avaylik-da. Hamsaniki olib yuraylik bo'lmasa. Bo'mdan meros qilgan. O'zi qishga kanzani qo'shib o'tadi. Biz sovuqga o'tsak. 3 kunman qishga qolib ketdim ko'chaga. Qulloq qo'yganlargami? To'xtanglar, shuni akam aytdi, olib chiqaylik. Olib chiqamizki. Aka nima qilyapsiz? Uyg'ur kitobda uchaga nima oldi? Yonusini. Akangizni kutimiz itdan o'zi. Mayli, men qilaman, bitta rejam bor. Qanaqa reja? Otda blogerga telefon qilaman, bitta og'ayinimi bloger. U yo'lib ketdi deymizda, reklama qildirib, kartaga so'qqan olamiz. Men bu ishlarga aralashmayman. Normal bo'ladi. Normal bo'ladi, uyda yo'q edi. Aka, men ketdim uydan. Qaytib yashayman. Bo, sen ham ukaning orqasidan ket, men o'zim qolib ketay, hammani istayman, qo'lay unalarni. Nima degansizmi? Mani yaxshi kunimga ham, yomon kunimga ham olib yurgansiz. Men ham o'zingizga bo'laman. Do'st, hayot bizni. Aka